Assalamu alaykum hörmətli televizor kögüçülər. Uyğur televiziyasının kündəlik xəbərlərini görüşünüzlə qarşı alırıq. Cemaat ərbabı mərhum Abdukim Baqi iltəbirini əsləş fəaliyyəti ötküzüldü. Şərq Türkistandakı tutqunlarning məcburi əmgək silinayotqanlığı xalqarada diqqət qozğamaqda. Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun İsa Efendi Qatarning baş elçisiga rəhmətini bildirdi. Misr Rafah chegara yig'izini etdi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsiri məzmunlarında bolsun. Cemaat ərbabı, şair, Uyğur davası yolida harmay talmay köreş qilgan milliy inqilobchi mərhum Abdukim Baqi iltəbirining vafotidan keyin 25 avgustda Abduljalil Turan Efendi va Aziz Efendining o'rinlashtirishida İstanbul Selim Paşa'da do'stlari, o'quvchilari va bir qism Uyğur sarxillarining daqamda bo'lish natijasida Abdukim Baqi iltəbirining hayotini aslash faoliyati o'tkazildi. Faoliyat söz qilgan doktor Hoji Qutlug Abdukim Baqi iltəbirining hayotini bir ikki jumla bilan so'zlab bo'lolmaydiganligini ta'kidlab, marhumning hayotini qisqacha aslab o'tdi. Shundaqla Hamidxon Ko'kturik Turkiyadagi ish faoliyatini aslab o'tdi. Abdulaziz doktor Abdurahmon Jamal Qashqari xayrli duolar bilan faoliyatni tamomladi. Yuragimizdan ustozimizni eslaymiz, shayxinimiz uni yalg'iz bugunla emas, davomli uning vafot bo'lgan kunlarda, tug'ilgan kunlarda eslab turamiz va bundan keyin shunga o'xshash ustozlarimizni xotirlash va qadrlashni davomlashtirsak, hammanglarga rahmat. Amerikadagi Jungo Puhralar kuchi nomli Xitoy o'qitish tashkiloti 22 avgust kuni Sharq Turkistondagi fabrikalar haqida doklad e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlaridagi Uyg'urlarni to'qimchilik fabrikalarida majburiy emgak selayotganligini, Xitoy hukumati Uyg'urlarni bostirish strategiyasining bir qismi sifatida Xitoy o'lkalaridagi asosliq to'qimchilik va kiyim-kechak korxonalarini Sharq Turkistonga o'tkazganligi bildirilgan bo'lib, lagerlardagi 3 milliondan ortiq Uyg'urning ko'p qismi haqsiz yoki arzon emgak kuchi sifatida majburiy ishga solinmoqda ekan. Mazkur tashkilot doklad e'lon qilish munosabati bilan Washingtonda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, axborot yig'inida Puhralar kuchi tashkilotining muavin raisi Xan Lianchao haqda yolg'onchilik bilan to'ldi. Ko'z yeshi, qon ter va issiq qon bilan yo'g'rildi. Shunga Xinjiangdan paxta, to'qimachilik mahsulotlarini import qilishni to'xtatishning vaqti keldi degan. Hozir Sharq Turkiston majburiy emgak orqali Xitoyning eng chong paxta ishlab chiqarish maydoniga aylangan bo'lib, paxta ishlab chiqarish miqdorining 84% ni tashkil qilgan. 3 chong to'qimachilik shahri, 7 to'qimachilik sanoat rayoni, 1 to'qimachilik markaz qurilgan ekan. Haqsiz emgak kuchi bilan ta'minlash uchun ishlab chiqarish buntuanni asos markaz qilib, nurg'un cho'ng tipdagi turmalar qurilib, yo'l yasash, to'qimachilik ishlari, shundaqla paxta terish uchun bo'z yer echish, sug'urish aslahalari to'liq bo'lgan zamonaviy dehqonchilik maydonlarini qurish ishlariga majburlanmoqda ekan. Mazkur fabrikalarda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning bir qismi Amerika, Yevropa bozorlariga selingan bo'lib, Burberry, Calvin Klein, Hugo Boss, Armani qatorliq xalqaro markalarni o'z ichiga oladi ekan. Doklad qayd qilinishicha, Sharq Turkistondagi lager tutqunlarining majburiy emgak selinayotganligi xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'ashi bilan Xitoy hukumati zavodlarning ismini o'zgartirish, tarmoq shirkatlarni ko'paytirish qatorliq vositalar orqali yuz berayotgan majburiy emgak selish qilmishini yushurmoqda ekan. Avgust kuni Berlinda chaqirilgan xalqaro yig'inda Dünya Uyghur Qurultayı raisi Dolqun İsa Efendi Qatar Amirligi davlatining Berlinda turishliq bosh elchisi Saud bin Abdurrahman As-Sani bilan ko'rishib, Qatarning Xitoyning hozirgi Uyg'ur siyosatini qo'llab qo'ygan imzosini qaytarib olganligiga rahmat etdi. 1989-yili G'arbiy Germaniya bilan Sharqiy Germaniyani ayirib turadigan tamchi qilib, ikki Germaniya birlashganligining 30 yilligini xotirlash uchun o'tkazilgan mazkur yig'inda Dolqun İsa Efendi Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan siyosatini qo'llab, 37 davlat, keyin 50 yetgan davlatlar bilan birlikda qo'ygan imzosini qaytarib olgan Qatar Amirligining Berlinda turishliq bosh elchisi bilan ko'rishib, Uyg'urlarga vakolatan rahmat etganligini, bosh elchimi Uyg'ur musulmonlarga zulm qilayotgan Xitoyni qo'llashning tarixiy xatolik bo'ladiganligini, davlatining buningdan qaytganligi uchun xursand bo'lganligini, yig'in jarayonida uchrashgan musulmon davlat elchilarining o'zlarining shaxsiy nuqtasidan Uyg'urlarga istoshlik qiladiganligini, lekin davlatlarning siyosatiga bir narsa demaydiganligini bildirgan. Misr hukumati Isroilning muhosirasi ostidagi G'azzaning dunyoga chivitilgan birdan-bir chegara ishga hisoblangan Rafah chegara yig'izini taqib etishni qaror qildi. G'azzadagi Ichki ishlar ministrligi yozma bayonot e'lon qilib, Misr doiralarining bugundan boshlab Rafah chegara yig'izini 3 kun taqib etishni qaror qilganligini uqtirib, taqib etish sababi to'g'risida ma'lumot bermagan. G'azzaga ochilgan 7 chegara yig'izining Misrning kontrolli ostidagi Rafahdan boshqa 6sini Isroiliya kontrol qilgan. Isroiliya o'z kontrolligidagi chegara yig'izlarining 4tini uzun yillar ilgari taqib etgan bo'lib, savdo mahsulotlarini o'tkazish uchun Karam Abu Salimni, yo'lovchilarni o'tkazish uchun Bayt Hanun chegara yig'izini turli shart cheklamalar ostida ichib kelmoqda ekan. Xəbərlərimizi kögününlərə rəhmət. Görüşkücə aman bolunlar. Xeyir xoş. Allah qamanət.